Yevro remontli to'rxonali uyimiz Yunusobod 9-kvartalda joylashgan to'rxonali uyimiz 3-etaj, 9 etajli dom. Orientirimiz esa avtobusning konechka. Remontlarimiz Yevro remont egalari o'ziga uchun remont qilishgan. Hamma xonlarimizni alohida umumiy maydonimiz ham 110 kvadrat metr. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz uzun, vstроенный shkaflarimiz qilingan. Bu yerda ham chiroyli qilib oynalar qo'yishibdi. Birinchi chap qo'limizda birinchi bitta spanli xonamizda boshlanadi. Endi o'ta odam bo'lgani uchun ko'rsatmayman. Keyingi xonamizda zal xonamiz. Bu xonamiz ham keng, razmerimiz 4 metrga 5,5 metr. Uyimizda faqatgina vstроенный narsalarimiz qoladi, qolgan narsalarimiz chiqib ketadi. Remontlarimiz lekin juda ham chiroyli qilingan. Hamma eshiklarimiz Rasulov eshiklaridan qo'yilgan. Hamma joyda yaxshi akvaromlarimiz, santexnika, elektrika, hamma narsalari almashgan. Bu yerda yana bitta spanli xonamiz. Bu xonamiz ham keng, razmerimiz 4 metrga 4,5 metr. Sanuzellarimiz razdельный qilingan. Bu yerda mana hojatxonamiz, hojat sanuzellarimiz ham полностью kafillar qilingan. Bu yerda yana bitta mana detskiy xonamiz. Egalari buni как ofisni xona o'zlari uchun alohida bitta xona qilib qo'ygan ekanlar. Akvariumlarini qo'yib, bu yerda esa hammomimiz joylashgan. Plus tarafimiz, hammomimizga yana plus yana ariston qo'yishgan. 1 yilda 2 marta issiq suv o'chadi. Shuni hisobiga yana ariston дополнительный qo'yib qo'yishgan ekan egalarimiz. Bu yerda esa mana kuxniy garniturimiz полностью встроенный qilingan. Gaz vichlarimiz bu yoqqa balkonimizga chiqqan. Remontlarimiz Yevro remont. Shundoq tayyor kirib yashaysizlar. Planirovkamiz juda ham yaxshi. Hamma xonlarimiz alohida. Oldida детский площадка, futbolniy pole, parkovkadan umuman muammo yo'q. To'rxona 3-etaj. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 130 ming deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.